Bugun xudo xolasa mana kech bo'lganda avtomobillarimizni portga olib kirishni boshladik. Birinchi mashina kirib ketyapti, Audi A7, undan keyin ikkita BMW bor. Ularni ham xudo xolasa olib kirib tashlaymiz. Bugun kechki payt shu bilan 3 ta avtomobilimiz Albaniya Durresga qarab 15-kuni chiqib ketadi, xudo xolasa nasib. Hop, mana keyingi mashinamiz BMW bo'ladi. Mana buni ham sizlarga ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, Albaniya Durresga qarab ketyapti. Xudo xolasa bittasini tashlab chiqdi. Mana ikkinchisiga keldi. Buni ham yuklaymiz hozir bu yerda. Yo, orqaning chiroyliligini qaranglar. Biz mana 3-mashinamizga nihoyat keldik. Bu boshqa joyda edi. Buni yuklayamiz mana. Xudo xolasa shu bilan 3 ta mashina, bitta Audi, ikkita BMW portga kirib ketyapti. Dushanba kuni kemaga yuklaymiz, shu bilan Yevropa Albaniyaga qarab yo'l oladi.